Harakatim kirolmaydigan joyga o'sha odam telefoni bilan kirdi. Grajdanskiy degan odam. Demak, ikkita shu yili xodim, yili ishongan odam bo'lishi mumkin. Va bir amallab 15 sutkani o'tkazdim. 15 sutkani o'tkazgandan keyin agar sizni vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa 10:30da 10:30da olib chiqib ketardi. O'sha kun keldi. Allohga shukr deyman. Chiqishim kerak deyman. Marralni ezildim o'tda. Marral, faqatgina marral. Sassiq joyda uni ovqatini masalan itemidi-da, to'g'risida u suv faqat hech qanaqa vitamin yo'q, Xudoga shukrki, dachka kirgizib olishdi, o'sha bilan kunni o'tkazdim. Keyin shu bilan chiqqanimdan keyin emas, 10:30da chiqarmadimiz. Biz qachon chiqamiz desam, tepadagilar kelar ekan o'zlari deyishdi. Orada 15 sutkani orasida yana xotinimga murojaat qilishdi. Yana agar video chiqaradigan bo'lsang, mana shu xotiningni zo'rlaymiz, bolangni oldida senga syomkasini ko'rsatamiz. Ko'rasan keyin, mazza qilib ko'rasan. Senga sekslar yoqar ekan-ku deb gapirib ketdi. O'shanda men juda ham qo'rqib qoldim oiladan. Oila birinchi navbatda men uchun oila. Hech qaysi ish meni oilamdan ustun bo'lmaydi, hech qaysi ish meni onamning ko'z yoshlariga arzimaydi. O'shaning uchun mayli dedim, yig'ishtirsam yig'ishtirib qo'ya qolaman, bu narsa tepadagiga yoqmayotgan bo'lsa dedim. Keyin o'sha kuni ertalab 10:30gacha bizlar chaqirmagandan keyin 03 kutdik. 03 kelib, biz uzun so'rashimiz kerak ekanmi, shunaqa ekan, keyin chiqaraverar ekan. Bo'lmasa yana 5-6 sutka qo'shilar ekan. 1 soat, 2 soat, 3 soat endi vaqt o'tmaydi-ku, Ilyar aka, oxirgi kun mingta xayoldasiz. Endi nima bo'lar ekan? Kecha soat 11da davay chiqdi. Narsalarni chiqdi. Ko'chaga chiqdik, qarasam, ne ko'z bilan qarasamki, 03 ni oldida, 03 eslatib o'taman, Murodilla aka Sadullayevich polkovnik, zamchalik bo'ldi. Bilar meni ishongan odamim, meni juda ham ishongan odamim Bekmurod aka Abdullayev, polkovnik. Zamministr turibdilar. Men o'yladim hozir oldingidagi Bobur, men seni joyiga hurmat qilaman, xolisona yondashasan degan gap bo'ladimi deb o'yladim, lekin afsuski unaqa jismoniy kuch ishlatganlari yo'q, faqat to'g'ri tushuntirib gapirdilar. Kalbi negativ chiqargan odam vatan xoini hisoblanar ekan. Men vatan xoini emasman. Men vatanimni sevaman, faxrlanaman. O'zbekistonda tug'ilganimdan, O'zbekiston fuqarosi bo'lganimdan men faxrlanaman. Lekin afsuski Bekmurod aka Abdullayev muhtaram prezidentimiz aytgan gaplariga menimcha qarshi chiqdi demayman. Soglasitsiya qilmayaptilar. Ya'ni tanqid qilinglar, hurmatli ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, blogerlar. Tanqid qilinglar. Qancha ko'p tanqid qilsalaring, shuncha ko'p o'sish bo'ladi. Mamlaqa zamoni o'tib ketdi. Qarsak chalurib bo'ldi. Endi tanqid qilinglar degan gaplariga menimcha bu gaplari Bekmurod Abdullayev gaplari to'g'ri kelmaydi. Agar yana shunaqa bo'lsa, yomon bo'ladi g'alaba. Ko'p gapirmayman senga Galiyev deb unaqa ta'ziq qilganlari yo'q, prosta to'g'ri tushuntirdilar. Endi baribir ta'ziq o'tkazmagan taqdirda ham brifingda menga aytgan gaplari, men seni hurmat qilaman, ochiq, oydin, qonunda belgilangan tartibda sen aniq qilasan, chiqarasan videolarni deydilar, lekin bu yoqda 15 sutkada boshqa gapni gapirganlariga men hayron qoldim, deysiz. Aynan nimalarni dedilar? Aytib bering. Aynan нам такие люди не нужны dedilar. Ochiqchasiga senga o'xshagan blogerlar kerak emas dedilar. To'g'ri, sen qonun qoidadan chetga chiqmagan holda qonun qoidani o'rgatasan. Lekin sen chiqargan ayrim videolaringda men tepadan gap eshita olmadim.
bu menga kerak emas dedi. И вообще там нам такие люди вообще не нужны dedi. Yo'q dedi, man ishlar gayiga ishlar deyapti. Или bo'lmasam ichki ishlar axborot xizmatiga uni qila olmayman. Chunki u yerda rahbaringiz bo'ladi, rahbaringizni ko'rsatmasi bo'yicha video chiqarasiz. Negativ yashir. Mana bu negativ chiqmasin. Men bunaqa qila olmayman. Ochiqlik. Men maqsadim ochiqlik. Vijdon chiqdi. Men unaqa qila olmayman. Chunki hozir men siz ham rahbarsiz, men rahbarim, siz G'ayrat akalar ham rahbarimda, lekin shunda ham men o'zim xohlagancha material chiqaraman. Men sizdan yoki bo'lmasa G'ayrat akadan so'rab ish qila olmayman. Biza Boburjon sizga nima desa bo'ladi? Siz bilan sizga nisbatan rahbar deb bilmaymiz o'zimizni. Biz imkon boricha, iloji boricha xodimlar bilan shunaqangi darajada yetkaza bilamizki, xodimlar bilan do'st bo'lishga harakat qilamiz. Biz do'stmiz. Biz rahbar sifatida emas, bizni do'st sifatida qabul qilib gapiravering. Biz rahbar sifatida o'zimizni bilmaymiz. Biz teng huquqli siz bilan hamkasb va do'st bilamizda. Shunaqa. To'g'ri. Ana o'shandan keyin men o'yladim, bo'ldi, demak haq-huquq talab qilish kerak emas bo'lsa, men o'rgatmay qo'ya qolaman bundan buyog'iga. Dedimda, mayli, men yig'ishtirib qo'ya qolaman dedim. Murodilla aka yana aytib qildilar. Bundan battar tashkildim, ayadim dedilar. Rahmat shunchalik dedim. Rahmat sizga Murodilla aka, ayaganingiz uchun. Shu bilan chiqib ketdik, mana keyin lecheniya oldik, boshqa qildik, mana o'zimizga keldik. Hammasi yaxshi. Bundan buyog'iga Xudo xolasa yaxshi bo'ladigan umiddaman. Muhtaram prezidentimizga aytib o'tmoqchi edim bitta gaplarni yana. Men dushman emasman, muhtaram prezident. Men siz aytgan ochiqlik, tanqid qilinglar. Qancha ko'p tanqid qildi, shuncha ko'p o'zish bo'ladi degan gaplaringizdan ilhomlanib mana shu videolarni chiqardim. To'g'ri, muomala madaniyatidan ozgincha chetga chiqqan bo'lishi mumkin, ko'pginami. Buning uchun ming bor uzr so'rayman. Lekin qonun qoidani men mensimay unaqa yura olmayman. Qonun qoidaga shunaqa amal qilaman, o'zim uchun shunaqa amal qilaman, chunki men o'zim qonun qoidani targ'ib qilaman. Lekin o'zim qonun qoidaga amal qilmasam, qanaqa men jurnalistman? Ming bor uzr so'rayman, muhtaram prezident, mana shunday ochiq, oydin bo'lgan voqeani aytib berganim uchun. Boburjon, rahmat sizga. Rahmat aka. Kelgusi ishlaringizga omad. Rahmat katta. Rahmat.